Qizimizga uylanmoqchimisiz? Ha, qizinglarni o'sha kuz sevib qo'ydim. Nima ish qilasiz? Aka, mana. O'sha men aytgan mashinami? Xuddi o'sha. Yaxshi. O'chirib qo'yasiz-a? Ha, o'chiraman. Ketavering. Rahmat. Voy dadasi, deputatga o'xshayapti. Qizinglarning turqida xoli bor ekan. Uni qanday qilgansizlar? Tabiiy. Ha, tabiiymi? Ha, nima ish qilasiz? Yaxshi o'tiribsizlar. Mana hammasi to'liq ichida. To'liqmi aytganimdaymi? Cho'tka hammasi. Bo'ladi. Kamchilik bo'lmasa Yo'q, bo'ldi, o'chirib qo'yaman. o'chirib qo'ying. Ay dadasi, menimcha prokurorga o'xshaydi. Qizinglarni chap yuzida kulguchi bor ekan-a? Bor. O'sha yerga meni ko'minglar. Chuqur ekanda. Voy. Nima ish qilasiz? Kechirasiz. Mana, O'sha men aytgan tammi? xuddi o'zi. Abida. Abida. Onajon, dadajon, xullas bu abida suvlar, yangi chiqqan suvlar. Yoshligimizda kampirchapon degan qovun bo'lardi, esinglardami? Ko'k qovun. Bay. Mana shu suvdan ana shu ta'mi keladi. Buni har xil ta'mi bor. Limonligi bor, mana anorligi bor, shaftolligi, xullas har xili bor. Birga bir ta'mini olgan, ishoning. Bugungi shot bizning restoranimizning hisobimizdan pul to'lamaysiz. Hali? Xo'p, kamchilik bo'lsa aytasiz. Ha, davay. Voy dadasi, bu blogerga o'xshayapti. Tekin o'qityapti-ku. Undan ham katta bo'lsa kerak bu. Boya savolim javobsiz qoldi. Nima ish qilasiz? Yozuvchiman. Voy, roman yozasizmi? Yo'q, odamlarning ustidan, tagidan, pastidan, u yoqdan yozaman. Pisatilman. Boya birinchi mashina tashab ketdi-ku. O'sha gazda ishlardi. Ustidan yozuvdim, shu mashina tashab ketdi. Hozir mana ofitsiant yigit keldida, mana abida ichimliklarni berdi, shot tekin qildi-yu. O'tgan yil sesga yozib bergandim bularni. Shunga endi mana shuni xizmat qilishadi. Dadasi, biz yozuvchiga beradigan qizimiz yo'q. Tur ketdik. Ha, bermasanglar sizlarni ham yozaman. Nima deb yozasan? Ha, qizingni iffatsiz deyman. Ha, o'zinglarni vijdonsiz deb yozaman. Voy oytoq bashara, bilganingni qil. Bilganimni qilsam chidolmaysizlar, nima deyapsiz? Yo'q, sansirama, yozsang yoz. Yozsam chidaysizmi? Chidaysizmi? Men qalamim o'tkir, men kimlarni yozmaganman? Bo'ldi, boraman hozir. Shu jo'ramiz qaysi qizga elakishib qolganda? Nimadir qilish kerak lekin. Qo'shni. Tochni o'qitib olgandan tochni. Shu o'zgarib ketgan-a? Yeb qo'ydim ekan nimadir. Harakatlarni qara, bunaqa emas. Kompot bo'lgan, kompot. Oldim, olib boryapman. Uyingizga boray-a? Xo'p. Kansa kuzataylik-da shuni. Qo'lidagini kimgadir olib boryapti. Davay. Alo, keldim. Oching eshikni. Qoyil. Shuncha halol topgan pulingni kim qayerdagi qizga olib bormasdan o'zing uyingga, ota-onangga olib borsang bo'lmasmidi? Odam emas ekan bu. Jo'ralarni ham unutdi. Kelinglar. Sizlar nima deb o'ylagandilaring? Men mana shu narsalarni qayerdagi qizga olib boryapti deb o'yladilaringmi? Shuncha payt telefonda gaplashgan bo'lsam, mana shu amakim bilan gaplashdim. Bular kasal edi. Men operatsiya qildirdim, yugurdim, yeldim. Mana Xudoga shukr sog'aydilar. Men bularga sifatli trenddagi shirinliklarni olib keldim. Juda yaxshi ko'radilar. Amaki olib keldim. Kechir jo'ra noto'g'ri tushiribmiz. Ketlaring! San aytding-da shuni. Uzr jo'ra. Ketlar! Endi ko'zim ochildi men. Nima bo'ldi hozir? Bu yoqqa bering. Jonim, nima odamni ahmoq qilyapsiz? 700 to'rga keldim, yo'q siz. 800 to'rmi? Tepada ekanda unda. Uzr amaki, uzr. Men siz ham sukuz kirdi oling. Hozir chiqaman jonim. Sifat shirinliklar sehri.